oliylari qizaloq muborak bo'lsin. U ota-onasi kabi juda chiroyli ekan. Sen qalay? Ahvoli yaxshimi? Ikkalasi ham yaxshi. Alloh qadamini xayrli qilsin. Yusuf janob oliylari, bu bo'yningizdagi tumorga bir necha e'tibor qildim. Uni qo'lingizga olganingizdan so'ng negadir doim xotirjam tortasiz. Bu qanday tumor o'zi? Unda oxirgi payg'ambarning ismi yozilgan. Oxirgi payg'ambar. U barcha payg'ambarlarga yuklatilgan vazifalarni muvaffaqiyatli yakunlab, yaratganning barcha payg'ambarlarining tushini ro'yobga chiqaruvchi zotdir. Muhammad